Assalomu alaykum. Shashlik bormi? Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Siz jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Ming. Sen jinnimisan? Men senga shashlik aytganman. Aytgan narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. San'atingizmi? Sezir obke. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara turay deysanmi, ha? Deydi uxlab qolganmi, bilmayman. Yo'q, uka, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni aytmay qil. 5 barmoq olib kel bizaga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizdan olib keling. Akajon, suv so'rovdingiz, Flavis. Amerikadan keltirilgan moviy malina ta'mi, yangi chiqqan. Ichib ko'ring, o'ta mo'tadil. Subtropik mamlakatlardan ham topa olmaysiz. Bitta iching. Iching. Siz ham iching. Vashiyatamiz zo'r ekan, ha? Aka, O'zbekistonda luboy do'konlardan topsangiz bo'ladi. Suv desa yaxshisini olib keladigansan-mi? Shustri. Qara biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka, maydalab beramiz. Maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'm qilib beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Mana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamayli ekan-de. Bo'pti, xotinman, shundoq magazinga o'tib keling. Voy adasi to'xting. To'yimiz bo'lganiga qancha bo'ldi? Biror marta chetga aylantirishga olib chiqmadingiz. Biz ham odamga o'xshab aylangani boraylik. Xotinjon, sabr qilgan, boramiz, xudo xolasa, sabr qilgan, bo'ldi. Ha, qo'shni yo'l bo'lsin. Magazindan qaytib o'tdim. Ha, Pepsi Manada qatnashyapsizmi deyman siz ham. Nima u Pepsi Mania? Voy, bering bu yoqqa bilmaysizmi? Pepsi o'zini masshtabni Pepsi Mana degan aksiyasini boshlagan. Unda qatnashish uchun mana shunaqa farqi yo'q. 0.5, 1, 1.5 razmerni farqi yo'q. Xohlaganingizcha faqat sariq qopqonli Pepsi sotib olishingiz kerak. Mana mana shu yoqda QR kod bor. Mana shu QR kodni skaner qilib turib Telegram botga o'tasiz. Qopqondagidek kodni o'sha Telegram botga yuborishingiz kerak bo'ladi. Har kungi sovg'alar bu 10 ming so'mdan 100 minggacha shu tashlab berishligi mumkin. Paymentdan plus podpiskasi va Pepsidan firmaning stakan yutib olishingiz mumkin. Har haftadagi sovg'alar bo'lsa, elektrosamokat, Turkiyaga sayohat bor. Undan keyin 50 million so'm ham yutib olishingiz mumkin, qo'shni. O, Turkiya sayohat ham yutsa bo'ladimi? Ha, men uni oling, toy bola qani, yugurtiring. Ketdi. Alo, xotin, chemodanlaringni yig'ib qo'y, Turkiyaga ketamiz. Ha. Привет, zayki mai. Привет. Uka, o'lib ketmaganmidi? Napa siz ustuv qiling. O'qishga kirdim, uyimga keldim. Ha, bo'ldi. Как раз pul kerak, $100 berasan. O'zimni pochchamga pul beramanmi? $50 ber xatyabi. Хорошо. Yomon iflos, opangga o'xshagan bola ekansan. Opang ham bermagan boshida. Nimani? $50 bermagansan, ha? Kir, ukam, kir. Настенька моя, я тебе локацию скину. Kelasan, dars qilamiz. Bu Nastaga telefon qilib chaqiryapti-yu. Ha. Ishon kinolarda ko'rganman, dars qilmaydi hozir shular. Darsga deb chaqirib oladi-da, tим более Ispaniyada qanaqa dars qiladi? So'ra, qaysi dars, so'ra. Qaysi darsni birga qilasanlar? Odam anatomiyasi, 8-sinf, 47-bet. Aytdim onasi. Onasi, bugun bir zo'r qilib osh qilasan, ha? Qanaqa osh? Borsh qilaman. Ukam osh yemaydi. Ha, onangni sani. Эй, поча! Слушай сюда, вора! Если еще раз будешь материться про мою маму, то я тебе на ремни порежу. Буманы опам! Haqiqatan ham to'g'ri aytibdi. Opasi-ku. Ey, kim o? Xotinim-ku meni. Bu yoqqa kelgansan? Ishoninglar, bugun zo'r dars bo'ldi. Qanaqa dars bo'ldi? Nyuton degan olimni boshiga olma tushib ketib, yer tortish kuchini aniqlagan ekan. Voy, ukam, ishonsan bundan ko'proq narsani aniqlay olasan. Pocha, aniq kallam yaxshi ishlaydimi? Ukam, opang menga ishongandek ishongur. Bu g'ish sani boshingga tushadi, aniq ish beradi. Men 5 shok qo'y. Men bugundan boshlab qizimdan voz kechdim. Realni gapiraman senga.
Tug'ilganimda adam erkak tug'ildi deb butun xalqqa osh berganlar. To'xta, sen rostdan ko'pga qaytdingmi jigar? Endi birga kontrlar, birga choyxonalar borar ekanmiz-da. O'rtoq, men tuflagan tufugimni qaytarib oladigan boladan emasman. Mana cho'qintoy deb o'ylarmidilaring? Men hech qachon boshqa sizni tashlab ketmayman. Og'aylarim hammasi bir teng. Unaqa demay, o'rtalaringiz yaxshi-yu. Bir teng hammasi. Yuring azgacha aylanamiz. Nima qilayman, aytolmam, bir tengda hammasi. Bularni kiyimi badanni to'sib qo'yibdi. Yaxshimisiz otajonim mehribonim? Qaysi aybim uchun? O bolam. Nima yengilliklar-do? 60 ga chiqqan odamlar qanaqa yengillik bo'lishi mumkin? Uni ustiga g'oray bo'lib ketgan bo'lsa. Ay, siz uchun menda takoy yengilliklar bor. Yengilliklar qo'y bolam, ovqat tayinlab ber. Cho'ta tushunmadim, papash. O'zing tilingda gapirishga. Qaraki vosita, ovqat tayinlayapsa. Men yeyapman, qornim to'yapti. Ovqat. Oye, shahbash. Moto-motoyam qattasiz. Apa dezing tegidaman, adajon bilan gaplashgan, tug' yig'ib kelganman. Ay, chiqing unda. Bo'pti, hozir chiqaman. Bu go'rsoqda ekan qizim. Bu meni yengilligim, papasha. O'g'il kutyapsanmi qizmi, ukam? Qo'limni so'rab keldi. Voy, o'zingni qo'ling joyga tegdimi? Qizimni qo'liga so'rab qopsan-ku. O'ylab turishi. Sen deb aytdi, meni qancha hunarlarim bo'lardi. Hunari zo'ri bor, eshitdingsiz? Qani boshlabdi. Menga umuman qizingizni qo'lini so'raolmasiz, savol beryapsiz. Yo. Qani ma'no bolam? Ma'no. Turqiy qurbasi. Adamanda ham sevgi haqida bor. Qani qizim? Yigitdan kelyapti, qo'limni so'rayapti. Siz ko'p savol beryapsiz. Yo'q. Qani sevgi? Sevgi. Ma'noligidan aytlaring, yoshim katta bo'lsa, bolam. Siz o'shamu. Peshonamga taqdir bitgan yurakni qaylisini tushib ketdi. Boya qaynaning dudis. Endi siz qaynatam bo'lasiz, to'yimi? Ben sana kızım vermeyeyim. Otingiz nima edi? Aziz. Aziz yer emas, to'pigimdan past. Yer. Sana. O menga qara qizingni berasan. Men seni